Voy qizlar, Jisu tirnog'ini qildirgan joyda mana manikyur qildirdim. Hozir hammasini aytib beraman. Nail Tamina manikyur salonini men talabalik paytimdan beri kuzatardim va bilardimki, meni eng yaxshi ko'rgan idollarim, yonyeyilarim hammaligisi shotga kelib tirnog'ligisini qildirishardi. Talabalik paytimda bu narxlarni ko'rib rangim oqarib ketgan bo'lsa, bu safar Koreyaga qilgan safarimda men albatta niyat qildim, xuddi men yulduzlardek borib tirnog'imni aynan ular qildirgan joyda qildiraman. Mana bu doskachaga bitta qaranglar. Nail Tamina manikyur salonida o'zini tirnog'ini qilib ketgan barcha yulduzlarni dastxati bilan turibdi. Menimcha sizlarni ham ichinglarda mana shu yulduzlarni fanatlari ham bo'lsa kerak. Ayniqsa men Blackpinkdan Jisoo, Lisa va men o'zim yaxshi ko'rgan Taeyeon, Tiffany'larni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Axir tasavvur qiling, siz yulduz bo'lmasangiz ham yulduzlar o'tirgan kresloda o'tirib, choy ichib, ular tirnog'ini qilgan masterga siz ham tirnog'ingizni qildiribsiz. Ey xudo, bu qanchalar kutilgan va kutilmagan baxt. To'g'risini aytsam, dizaynni juda ham uzoq tanladim, chunki assortiment dafiga ekan va men ularning ichidan o'zim yaxshi ko'rgan Tiffany'ni dizaynini tanlab oldim va bling tirnoqlarimga albatta baho bering. Toshlarining kattaligidan aslo xavotirim umuman tushib qolmaydi. Xo'sh, tirnoqlarim sizlarga yoqdimi?